Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Bugünkü bu xəbər və mülayit proqramımızda Qağayadan davamlaşdırırız. Yukarıda Abdülümcan bu Yaponiya-Xitay münasibətləri və Yapon-Uyğur münasibətlərinin tarixi doğrusunda özünün göz qaraş fikirlərini və tarixi xatirlərini əsirtib ötdü. Shinzo Abe'nin özünün partiya yığınında sözləb ötkənidək bu Tibet ve Uygur meselelerine özünün yakından köngül bulduğunu bildirgen. Biz ümit kılımız ki bu aşında boludu boğuzu da ümit kılımız. Bu siz kanda karaysız. Yani bu hükümetin parlament ve yukarı palatta yani bugün Yapon hükümeti de kanun çıkarış, içki taşkı siyasetlerde halkılık kararlanmış da bunların yani yolu o çok. Siz kanda karaysız. Bunun için kanda buluş mümkün. Yapon Uyghur münasebeti bulup mu hazırki dünya vaziyetinde hiç qandaq bir devlet, hiç qandaq bir millet özünün milli menfaatini, özünün devlet menfaatini başka bir millet için kurban kılmaydı. Eğer Yaponiyanın Uyghur Tibet işlerinde köngül bölüp qopalırak bir münasebet, yani nispeten qopalırak bir münasebet varsa Yapon 32 münasebetliğe yığın dahil etip Yaponiya özünün ma'lum bir milliy menfaatini qurban berishga to'g'ri kelib qolgan holatda unda bir narsa mavjud bo'lmaydi. Bu Yaponiyaga emas, dunyodagi har qanday davlatning o'tirishga munosabatlar. Ammo bu yerda muhim masala, ya'ni bizningki Uyg'ur mustaqillik harakatining faoliyatchilariniki nazarda tutilgan, ya'ni diqqat qilish tegishli muhim masala. Yani bir nimaga qarab qolmaslik kerak. Masalan, bu partiya 65 chiqdi. Demokrat davlatlarda partiyaning 65 chiqishidan 65ning chiqishidan xuddi bir tijoratchiniki tijorat foydalab jadaqanday bir ish. O yani diktator davlat bo'lsa boshqa. Masalan, bu qatam 65 chiqqan deganlar masalan Nazarboyev o'xshash, Islom Karimovga o'xshash, jigim başka ülkəçilik xalqın bayaq qıldırıqdan 65 turib o'tirgan bundaq bir davlatlarda esa boshqa sharoit bo'ldi. Ammo bo'libmi Yaponiyada, Germaniyada, g'arb davlatlarda saylan bilan hokimiyat olmuş turgan bundaq davlatlarda ma'lum bir partiya hokimiyat beshiga chiqqan ekan, u hokimiyat beshiga chiqqan partiya bilan izchil bog'lanib, izchil munosabat qilishning o'zimi bunday aytgan chaqda shu partiyaning taqdiri bilan munosabat qilgan. Masalan, hozir alaylik. Bizning da'vogarlarimiz Yaponiyadagi bu Erkin Demokratlar Partiyasi bilan izchil quyuq munosabatlashib, butun barliq da'vo dasturlarini bunga bog'lanib ketgan taqdirda bularni cho'ng ish qilib berishini atayin. Faqat Uyg'urning Xitoyning topgan zulmini dunyoga axborot orqali yetib, dunyo ellariga to'ntish uchun Xitoy Yapon munosabatlarida Uyg'urlarning kishilik huquq masalalarida, demokratiya masalalarida ma'lum narsani shart qilib o'tirib qo'yish mumkin. Uni ortiq bir ilgirlab berib ketamaydi. Bunchalik bir ish uchun barliq munosabatni u hokimiyat beshidagi partiyalarga qo'yishga bo'lmaydi. Bu xatarlik masala. Ya'ni demak, vaqtli masala degan bir davodagi bu strategiya yetmaydi. Agar bir masalan hozirgi Erkin Demokratlar Partiyasi hokimiyat beshini mayli chiqsin, mayli hokimiyat beshini tushib ketsin, Uyg'ur masalan izchil hamkorlik salsa, strategik plan bilan. O başka mesele, hokimiyatning tushib ketgandan keyin muxolifatchilik, o'qchilik o'rinda turib, keyin hokimiyat beshiga chiqqan partiyaga qarshi bu Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yoladigan bundaq bir strategiya bo'lsa, o başka mesele. Hokimiyat beshiga chiqishi Uyg'ur masalasini, Tibet masalasini, kishilik huquq masalalarini men kun tartib qo'yman, hokimiyat beshiga chiqsam deb buni o'tirib qo'yib programma kirgizib, hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Xitoy Yapon münasebetiga ma'lum daxil qilish bo'lib qolsa, albatta daxil unda asam olmaydi. U vaqtda Yapon xalqi bu hokimiyatni itoat qilmaydi, qabul qilmaydi. Ko'pchilik u vaqtda Yapon bahari qilib qo'shiq chiqib olgan chog'da, u chog'dan keyin bular hokimiyat beshini tushgandan keyin bu Yaponiya masalasiga emas, dunyodagi shu Uyg'ur mustaqillik harakati bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarimiz yashayotgan har qanday davlatlarda hozirgi munosabatni qaragan chog'da faqat hokimiyat beshidagi shaxslar bilan yoki hokimiyat beshidagi partiya bilan aloqa o'rnatib
Ama muhalefetçi, öktüçü partiya bilen tüzük bir münasebet kılmadı. Kılmaklık. Mada qarab baxaylik. Bu hozirgi dunyodagi iqtisodiy krizis, ya'ni iqtisod masalasi birinchi o'ringa chiqib, hamma narsa har qanday manfaat iqtisod bilan pul bilan belgilanyapti. Bundan 100 yil, 150 yil burungi pul ikkinchi o'rinda, tuproq birinchi o'rinda turadigan, tuproq egallash birinchi o'rinda turgan klassik davrdimi davlatlar orasidagi munosabat unda tez uyon bu yoqqa ketmaydi. Bugungi davrning o'zida muhalefetçi ökçü partiye mesela Uygurlarni ko'zir qilib, o'zining davlatida saylovga erishgan bo'lsa, mesela yuqori ovozga erishgan bo'lsa, jarayonda Tibet masalalarini ko'zir qilib erishgan bo'lsa, masalan bo'laydi. Hokimiyat peshiga chiqqandan keyin bu Uyg'ur Tibet mustaqillik masalalari yoki kishilik huquq masalalari albatta ikkinchi o'ringa tushdi ularning kun tartibida. O parlamentda muzokara qilinmaydi ancha. Nimishga degan chog'da u vaqt uni qilgan ishi faqat o'zining davlatining, o'zining millatining milliy manfaatini, davlatning kelgisini, hatto o'zining partiyasining istiqbolini saqlash uchun anaklash qildi. U chog'ning o'zida voy vafosizlik qildi deb muzokaraga sarflarcha, bu siyosatda bunday sarflik yarashmaydi. Kichik bolalarcha unda ümitlanish, qeri yashangan kishilarcha umitsizlanish, buning o'zi siyosat yarashmaydigan ish. Siyosatning o'zida bo'lsa hokimiyat peshiga chiqolmaydigan izchil o'qituvchi qilgan eng kuchli o'qituvchilik xarakteri va partiya bilan munosabat qilishning o'zida vaqtmaydi yaxshi unum hosil qildi. Masalan 2003-2004 yillar Germaniyadagi hukumat tarkibida vaqtning o'zi Yeşillar partiyasi bilan Sosyal Demokratlar partiyasi birlashib hukumat qurgan. Yeşillar partiyasi hokimiyat peshida bo'lgan bo'lsa-mu, koalitsiya bo'lib hokimiyat peshida bo'lgan bo'lsa-mu, o Sosyal Demokratlar partiyasının tüpten Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarniki yüz icra qilishini yo'l qo'ymaydi diyorlar. Çünkü ularning partiyasının programmasida inson haqlari, milliy masala huquqlari, turli huquqlar birinchi o'ringa qo'yilgan. Ular koalitsiya bo'lib hokimiyat peshiga chiqqan bo'lsa-mu, lekin ma'lum jihatdan muxolifatchilik, o'qituvchilik xarakterini saqlab qolgan. Mesela şunun o'xshash partiya bilan, mesela Germaniyadagi Dünya Huquq qurultayidagi faoliyatlar ko'p holda Yeşillar bilan bo'ldi mesela. Şunun o'xshash dunyoning boshqa yerlarida asosan o'qituvchi partiya bilan ko'proq munosabat qilish kerak. Anda bo'lgan chog'da o'qituvchi partiya parlamentda millat vakili bo'layotgan o'qituvchi partiya bilan munosabat qilgan chog'da bu o'qituvchilar har qanday vositani, har qanday ishni ko'zga ko'rishmaydi parlamentda fikr qilgan chog'da, ya'ni o'qitib qo'ygan chog'da ko'zga qo'ydi ular, ya'ni vosita qilib ishlaydi. Öğreticilerin ağzı arkalı meşgul devletin parlamentlarda Uygur meseleleri, Uygur'un milli davaları, müstakillik davaları ya da oturup kuruldu. Bu dünyada çıkışı da Uygur meselesinin dünya texim kökler tunuluşu da yaxşı bir yönüm verdiğin mesele. Şuna bunu dikkatleş gerek. Yani Yaponiya Uygur meseleleri gelsek, yani bu Shizo Abe hükümet peşine çıktı. Hem yukarı palatanı egeller, ola özü parlamentde oturup kurulgan, avaz birliği bilen ma'qullangan har qanday bir siyasetini ular yuqori palatada tasdiqlab, qabul qilib yurgizalaydi. Ama bunu qilalar bizning Uyg'uristonning mustaqilligi uchun bularning o'zi izchil hamkorlashib biz yordam qila oladi. Bunda umidlanib turishimiz bu yaqinda aytgan chog'da kichik bolalar uchun umidlanish. Bu siyosiy nima gapmaydi bu. Siyosiy stiliga, siyosiy axloqqa to'g'ri kelmaydi bu. Doim ya'ni Tungan bilan do'st bo'lsam, aypotdan qo'yningda bo'lsin degan gap bor. Bu Tunganga qatlar emas. Hozirgi dunyodagi diplomatiya ishning hammasi Tungan o'xshashib ketdi. Hechkimizlar Tungan bilan musulmon tashkil qilsa, men musulmon deyman, Xitoy tashkil qilsa, xeyimiz bir deydigan bir gap bor bizda. Shunga o'xshash dunyo masalalari shunday olib ketdi. Shuna ma'lum bir davlatlar, ma'lum bir hokimiyat peshli partiyalar munosabat qilgan chog'da doim ichki birlik bo'lishi kerak. Biz bu siyosat qo'llanishni bilishimiz lozim. Demek bugün bu programımızda Endi hozirgi masalaga kelsak, endi bu Yapon Uyg'ur masalasi, Yapon Xitoy masalasi degan chog'ning o'zida bu mana nuqul holda Yapon Uyg'ur yoki Yapon Xitoy masalasi emas. Bu ya'ni Yaponiya o'sha ikkinchi dunyo urushida Amerika Yaponning beshiga oldin tashlagandan boshlab Yaponiyaning o'zi Amerikaning eng yaqin ittifoqdoshi, sharqdagi eng yaqin ittifoqdoshi. Mana aytgan chog'da xuddi Germaniyaga o'xshash. Germaniya o'zi qarasang, Yevropaning eng kuchli bir davlat. Ammo
Yeni bir taraftan kalsa, Xuddi Amerika'nın müstemlikçisindek his kıldırdı Nurg'iyada. Hazır, hazırki AKP-deki Hristiyan Demokratlar Partisi bilan liberal partiyalar bular Afg'onistondan askar chekindirdi. O'tgan yildan boshlab rasmiy chekintirishga boshladi. Buni o'zi yana askar chekindirsa, askarlarni ochib kerak emas. Manchi dana degan gap. Uni chekindirdi, askar chekindirdi, dunyoga e'lon qildi. Xalqning o'zini bir qatam o'ziga qoyil qildi. Urushni xohlamaydigan qancha millionlagan German xalqininki yana bir qatam ovozini hozir saylam oz qoldi, bu ish kuchaydi, saylamga kirdi. Bu munosabat bilan bular yana bir qatam askar chekin degan bo'ldi. Chekin degandan keyin xalq yanında qo'ydak bo'lgan nimaga qancha aniq bo'lsin. Bu partiya yana qo'ltab buni yana ovoz berish mumkin. Hech kim qatam yana bu yerda ish oldi, men askar kirgizib yubordi. Bu davom takrorlangan ish. Amerika'ningki stratejisidan Amerika'nın mevkasidan yo'linib chiqib Afg'onistondan yoki Iroqdan yoki bu yerdan mustaqil askar chekindirolmaydi. Bu nuqtada aytgan chog'imizda Germaniyaning o'zi ma'lum jihatdan aytganda yana Amerikaningki ma'lum mustamlikchisi ko'rindi. Xuddi Yaponiyaning sharqda Amerikaningki eng yaqin himoyasidagi bir davlat. Agar Yapon Uyg'ur munosabati, Yapon Xitoy munosabati degan chog'da albatta buning orqasida Amerika bor, kuchli bir Amerika bor, kuchli bir NATO bor deyish bo'ldi. Men arzu qilaman, agar Yapon Xitoy munosabati rasmiy yechishga kelsa, Xitoy o'zining axborotlarida davron sifatini o'xshash, Alloh shunday bir o'rinlashtirib, Yapon Xitoy munosabati yechishga ketgan bo'lsa, albatta o chaqda yana 37-yildagi Uyg'ur Yapon munosabati inshaalloh yana o'tirib chiqar, ammo biz kechikib qolamiz. Nima ish kechikib qolamiz? O chaqda 37-yili o Yapon Uyg'ur munosabatida ularning o'zi ham rasmiy bir siyosiy odamlar bizning rahbarlarimiz. Davlat qurgan odamlar, inqilobda g'alaba qilayotgan, urushda g'alaba qilib Xitoy askarlarini yer tishitib, urushda g'alaba qilib menayotgan bir kishilar. Faqat shu vaqtdagi Angliya, Rossiya, Xitoy munosabati tufaylidan bu davlatimiz vayron bo'lib, mag'lub bo'lib, munqaris bo'lib, ular chekinish to'g'ri kelgan. Ular urush qilolmaydi. Ular dushman kim, do'st kimligini biladigan kishilar. Ammo hozir biz bilmaymizmi, qo'limizga chiqqas kimlarimiz biz? 10 yil avvalgidek bo'ldi. Bizda urush qilishga tayyor emas odamlarimiz. Urush qilishga tayyorligimizda qurol ishini o'rgandi, ammo dushman ayollarga bir-birini burnini qanat tayyorlaymiz. Siyosatda yetarli emas, tayyor emas. Qanday tayyor emas desangiz, masalan, Mahmud Mo'yidining o'zi mag'lub bo'lgan bir davlatdan chekinib berib, shu Yapon o'qyonlaridan uzib berib, Yaponiya podshosidan askar talab qilib bir diviziya askarni qo'lga kirgizganlik iqtidor bor odamlar. U mustaqil odam. Hozirgi bizning da'vogarlarimiz hammamiz biz bekunda holatda. Ya ma'lum bir mavi gözlük, seyrek taşlık chet ellikni ko'rib qolsak, onlar resim tushib olsak, shuncha qo'shib ketamiz dedi. Shuncha derecede qulluq bildiramiz. O'zimizning ichidagi kelishmaslikni ularga fosh qila olamiz. Shuncha derecede. Mana bu tayyor emas degan gap. Bizda tayyor emas. Biz oldindan o'zimiz mustaqil bo'lishimiz kerak. Bizning da'vogarlarimiz mustaqil bo'lish kerak. Bekunda holatda yoki voy sizlarniki odamlar yomon baxatarlik, Uyg'urlar siz tugab ketibsizlar. Mashhadagi xatar ostidagi millatlarni qo'g'dab qolgan bir tashkilot bor. O'zidan yomon ojiz. Ular bir davlatdan bir narsa hosil qilmoqchi bo'lsa, asallik millatlarni, ya'ni mashhadagi asallik millatlarni namoyishga tashkilot ochib, namoyish qilib, mana bir qilgan qo'ysin bog'lananki, uni men bayqagandim qara. Endi shuncha bir odamlar munosabat qilsakmi, tashkilotning ichidagi zaiflikni, ojizlikni hatto devib tusholmaydi biznikilar. Başlıktan pul verib, maaşlarını təminlab qoysa, həmin əmə dokar qıldı. Qınmaqçı oğanını tatib, qatqanını tatib, hətta özümüzün təşkilatımıza aid olmağan sırtdaki başqa təşkilatlarının içindeki ziddiyətlərini, başqa təşkilatının içindeki programını, planını tatib, yetmişdə yanmaydıqan derecede. Bunun bekindi bir halətdə. Bu halətini tüpdən ıslah qılış gerek. Əgər buna ıslah qılmışsa, əgər Yaponiya yardım qılmışsa qalsa, bundaq bir halətdə Yaponiya əhmək emas. Özünün milli mənfəətini qurban bir Yaponiyalı emas bu. Dünyadakı hər qandaq dövlət. Zaten Xitay deyəndən, zaten Xitay bək təhlükəli bir dövlət vardı. Xitay zaten hazır iqtidarını yoxutuş gerək. Xitayın hazır iqtidarı, hazır kəlməsindəki halakətlik, bizə yəni xətərlik basqıç kildiğən bu iqtidarını yoxutuş üçün Uyğur uruş kireş gerək, yoki Uyğur siyasətlə müstəqil buluş gerək deydiğən bir planla oturup qoysa, bir dövlət, bir qanç dövlət oturup qoysa,
vaqtda Uyg'urni izlab baqsa, Uyg'urda unda bir narsa ko'rinmaydi. Ishinib shularning o'zi shu bizning vakillarimizga ishinib to'xtamchi bo'la bilan o davlatning mustaqillikka aql biz bor, mustaqillikka menlar degili ular menimcha ishonch qilolmaydi. Shuncha galatda 37-yildagi bizning o Yaponiyaning podshohidan bir daraja askan yordamga olgan o rahbarlarimizga sirish turgan chaqda hozirgi rahbarlarimizda o'nchilik bir narsa ko'rilmaydi. Sarg'an emas, g'arbliklar. Masalan, hozirgi amaliyotni tijoratda o'lchaylik, so'lda o'lchaylik. Adatki bir baqqalni aytaylik, ayolning bir tasi shopni ochib sotgan bir baqqalni olaylik. Mo shopni ochib bozorga chiqib satsam, mo shundan qancha pay chiqib, buni qancha churib ketgan, buni albatta ulg'aydi. Ilg'ablar buni qancha churib ketgan, buni mana pay kamaydi. Shu baqqal shuncha narsani qilmaydi, olmaydi unda churgan shopni bo'lsa masalan pay etmaydi. Endi biz yoqib Xitoyda bir bozordan masalan voz kechib Xitoyga hozir dunyodagi eng chong bir azon to'g'ri sotgan bir bozor, butun dunyoniki Pishtvozir aylandi o'yashi. Pishtvozirdan azon sotib shuni o'xshash butun dunyodagi eng azon to'g'ri sotgan, eng azon emgak kuchi sotib olgan Madiga bozoriga Pishtvozir aylandi Xitoyning o'zi. Bundaq bir Pishtvozirning o'zidan voz kechib yermichilik bunda bir harakatga bunda mablag' solmaydi. Bu asosiy ish emas. Şu noktadan qaraganda, endi bizniki siyosatchilarimiz o'zini ko'p tarafdan isloh qilish kerak. Bu bir davlatning, bir millatning davosini qiladi, shaxsiy davo emas, tashkilotning davosi emas. Xitoydagi bir Jahongirga qarshi ittifoqdosh izlayotgan bir davo bu. Bunda bo'lgandan keyin o'zida bir mustaqillik his qildirish kerak. Qarshisi bo'lgan bir diplomat bilan onun ikkisidek yoki onunki bir xizmatchisidek töven bir bichara o'rinda o'tirib, onun bilan diplomat yaqinmay, onun ishonchisini qo'lga keltirayligidek, onun bir iqtidor bo'lishi kerak. Iqtidor bo'lishi kerak. Tam darajalik. Ha? Onun bilan siyosiy munosabat paralaridan seviye. Albatta shunday bo'ldi. Biz garchi biz mustamlikada turayotgan bir millat bo'lsakmi, chunki biz mustaqillik uchun kurashayotgan millat bo'lgandan keyin başka mustaqillik yaşayotgan har qanday millatdan biz aziz hisoblanamiz. Chunki biz mustamlikka bosh egmay, mustaqillik uchun kurashayotgan, jonni bedel berayotgan bunday millat bo'lgandan keyin biz aziz hisoblanamiz. O'zimizning qadr-qimmatimizni bilib, qarshimiz tarafda biz bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan, yordamlashmoqchi bo'lgan bunda kishilarga nisbatan o'zimni tuval men bir mustamlikka bichara bir millatning vakiliman, menga yordam qilgan bo'lsangiz, ko'z ish qilmasdan bunga qoyil qilaligidek bir gap qilish kerak. Masalan, bir kichik bir misol so'zimga qoldi. 1 minut. Vyetnam Kambodjani besib olgan chaqda Kambodjaning podshosi Sovet ittifoqiga qo'shib ketdi 60-yilda. Sovet ittifoqidan Sachqanlar bilan Kambodjaning bosh ministrimi? Podshosi Sixanov. Shahzoda Sixanov deb ataydi uni. Biz kichikligimizda datqonligimizni o'qib cho'ng bo'lgan. Buning o'zi 64-yilda Sovet ittifoqidan o Sovet ittifoqining Vyetnam bilan ma'lum jihatda munosabat yaxshilashga qila boshlagandan keyin bu yerning ko'ngli og'rib, Xitoyga aloqaga Sixanov. Xitoyga aloqagandan keyin Xitoy keling biz sizdan ko'rishmaymiz deb uni qabul qilgandan keyin shu xarbon orqali poyezd bilan temir yo'ldan keldik. Beysantda poyezddan tushgandan keyin oldiga jo'ylar chiqdi. Shu vaqtda Xitoyning bosh ministri, Xitoyning eng davomli diplomati, Xitoy tarixidagi eng davomli diplomati jo'ylar. Xitoyni qutuldirib qolgan bir shaxs deyishga bo'ldi. Mavzuning butun cho'kishga mangan jo'ylar Xitoyni qutuldirishga yo'l mangan bir siyosatchi. Boshi oldiga chiqdi. Bir qochqin podshohning oldiga chiqib, ko'rishib, sizga Jungo nim qilib qo'yadi, siz Jungodan nim qilib qilsiz degandan keyin Sixanov deydiga, mening vatanimning mustaqil bo'lishiga sizlarning yordam qilib keldi. Degandan keyin, agar yordam qilmasa qanday qilasiz, yordam qilmasanglar, hozir men shu yo'ldan qaytib ketman dedi. Qaysi ahvolingiz yordam qilasiz, sizning kurash qilish iqtidoringiz qanday degandan keyin, bizning butun xalqimiz bilan kurash qilamiz, qo'limizda nim bo'lsin ko'tarib chiqib urush qilamiz. Eng oxirida bir tomchi kelimiz qoldichilik, Vyetnam qarshi urush qilmaymiz. Bu bizning eng oxirida irodamiz. Bundan boshqa tanlash yo'limiz yo'q degandan keyin jo'ylar ashad qabul qildik. Bo'ldi unda bo'lsa, Jungo sizning sohibxoningiz, sizningki davlatimizning mustaqilligi uchun biz oxirgi hamkorligimizni qabul qildik. Shu vaqtda jo'ylar qaytib kelib, davlat kabinetida o'tirib qo'ydik. Agar Sixanovning o'zi men endi xalqim ojiz
urush kirishini ben xalaq etmayman. Vietnamlıqqa bir diplomatiya qilib baxsan lazım, bir yeni ketgan bo'lsa, oxirida mana Lomzalisini aytgan bo'lsa, shu vaqtning o'zi qaytar ekan. Chunki siz sayt qalamaydi, yaxshi sayt qaytib ketganda qaytar ekan. Sixanov ashada qat'iy irodasini bildirgan ekan, andan keyin ham o'zi burun shabash qilgan bir podshoh, davlat bosh qilgan. Ham o irodasini bildirgan chog'da andan keyin Xitoy ega bo'lib, shu vaqtdagi Xitoy Vietnam munosabatini buzib turib, Kambojaga adam qilib avvalma shu ve şunu ben Naqashi Tashkentning rahbarlaridan, milliy harakatimizning rahbarlaridan kutadiganim diplomatiya qilgan chog'da har qanday bir davlat bilan, har qanday bir partiya rahbarlari bilan, har qanday bir chet ellik hamkorlashmoqchi bo'lgan shaxs bilan munosabat qilgan chog'da o'zining bir aziz millat ekanligini, urush qilayotgan bosh emas bir millatning vakili ekanligini esdan chiqib qo'ymaslik kerak. Shuni talab qilaman. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Elbette biz ümit kılımız ki Uyguristan'ın yani azatlık, erkelik için kuraş kılavatkan vatan satırki bu siyasi yani güçleri yani rehberler bunu unutup kalmaydı deb oylaymiz ve aşılamadan birlikte bu Shinzo Abe başçılığındaki Japonya'da ki bu Japon hükümeti gibi biz yani özünün Xitayla bo'lgan tashqi siyosatida Uyg'ur meselesini ve Tibet meselesini unutup kalmasını ve onunla köngül bilishini ham umid qilamiz. Hürmetli qarindoshlar, bugungi bu xabar ve muloyih programımızın oxirisiga yetib keldik. Başka bir yeni bir programda görüşmek ümidiyle hammanglarga Xudoning omonati. Assalomu alaykum.